Hop, hammaga assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida mana shunday cho'l biyobon joylarda cho'l hech narsa yo'q. Lekin bizni legenda shu yerda. Nima deyapti bu legenda? Ha, bu qayerga olsa ketaveradi bu. Hop. Suvga qaraylik. Aka, bu suv necha metrdan chiqadi aka? Chiqqan. Tam 200 metr, bundan ham ziyod. Bu neft kavlaganda shu neft o'rniga suv chiqqan endi. Ha. Ichasi yo'q, qolin so'q ovqatdan berib iching, bo'ldi, tamom, 5 minutga hazm bo'lib ketadi. Chorta bojomlardan ham chiqdi bu tabiiy. Suvda. Ha, yo'g'li, mana yo'g'li mana. Katta suv issiq. Cho'l biyobonda Taxminan 38-39 bor. Ha, shunchaga dom iching. Buni bosh yuvsa ham bo'lar ekan, balki. Ha, ye. Yemolar. Issiqlik qiladi bosh yuvishga. Issiqlik qiladi. Issiqlik qiladi bosh yuvishga. Qarlarda. Endi bu ham Xudoning mo'jizasi. Ha, qarlardan bundan ham issiq. Kam 700 gradus issiqligi. Kuydirmay shu kirgin. Nima deyapti tami? Nimaga o'xshatyapsiz? Hamma haqiqatda shirin ekan, juda tam. Shirin dommi? Ha. Iching, domni iching. Haqiqatda shirin tam. Chorta tabiiy bojomida bu. Xuddi barjom suv Borcha deydi. bitta bakarashga Barjom suv. bakarashkaga. Bakarashkaga. O'sha bo'shating. Salgina ta'mi bor. Ha, salgina ta'mi bor. Ha, ha. Shirin lekin salgina ta'mi bor. Ha. Issiqligini qarang mana. Qarlardagi bundan ham kuchli. Lekin 70 gradus. qo'lda sop tursangiz, qo'l kuyyapti lekin. Ha, ha. Qarlardagi bu bundan issiq. Bu 38-39. Ha. Yo, undan yuqori. Bundan nima qilasiz? Kamida 45 daraja issiq bu. Yo, hozirgi paytda temperatura tabiiy issiq suv kelganida. hozirgi holatda bir 23 gradus bor hozir, havoni, ob-havoni o'zi. Ha. Bu qishda qanday bu? Qishda ham shunday bir xil bo'ladi-da bu. Qishda ham, yozda ham shunday bir xil issiq tushadi. Ha, ha, shunday bir xil issiq doim. Qarlardan chiqqani bundan ham issiq. 70 gradus u. Dicha choy sovarsak, o'sha bashi zo'r bo'lar ekan o'zi. Qaynatish shart. Juda zo'r. O'zimiz suv qanday bo'lsa xuddi shunday, lekin buni tabiiy issiqligiga qo'lim kuydi, to'g'risini aytsam. Xo'p, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Bakalash bo'lar